o'zi Rafinha bo'lish kerak, ham Pedri bo'lish kerak. Va jamoadagi asosiy kreativga o'zi javob berishi talab etiladi. Atletikoda ham albatta yo'qotishlar bor. Pablo Barrios jamoaning asosiy yarim himoyachisi, u bu uchrashuvni o'tkazib boryapti, lekin nisbatan kamroq. Va Ademola Lookman bugun mana shu yigit ham o'zini ko'rsatishga harakat qiladi katta o'yinda. Ishga transferlar oynasida olib kelindi u. Futbolchi deb juda ko'p ta'riflandi, lekin tan olish kerak, Julian Alvaresning joriy mavsum, ya'ni 2026-yilga o'tganimizdan beri ishlari hozircha unchalik yurishmayapti. Juda kam hozircha gollarda ishtirok etyapti. Ya'ni ikkinchi davra boshlangandan beri hozircha marotaba kamida murojaat qilamiz. Chunki Atletico va Barselona ishtirokidagi uchrashuvlar emotsiyalarga boy bo'lishi, o'ziga yarasha ayrim futbolchilar o'rtasida prinsipial qandaydir to'qnashuvlar ham bo'lishi mumkin. Mana Barselona tarkibi ko'rib turganingizdek biroz baribir noodatiy tarkib. Dani Olmo chap qanotda hujumda deb ko'rsatilyapti, lekin aynan yarim himoyada to'p oldirilishi oqibatida mana shu hujum yuzaga keldi. Endi Koke to'pni olib qo'yapti va Atleticodan navbatdagi hujum ko'ramiz. Griezmanndan ajoyib pas. Simeone zarba va Garcia. Fermin Lopez, Olmo, Yamal va uning uzatmasi yo'q. Avvalgi Atleticodan farq qildi. Bu safar ham mana ko'ryapmiz, nisbatan hujumkorroq o'ynayapti va Garcia! To'p darvozaga kirmadi endicha va Lookman hisobni ochmoqda, qadrli do'stlar. Bir katta bo'sh zonada Barselona futbolchilari tezlik bilan himoyaga qaytishdi, lekin hali ham bo'lsa qanotlarda bo'sh zonalar bor. Aynan shundan foydalanishga harakat qilyapti Atletico. Yaxshi uzatma, Griezmann zarba va gol! Olmodan pas va zarba bo'ladimi? Mana zarba va darvoza ustuniga to'p tegib qaytmoqda. Ikkinchi zarbaga yo'q, imkon berishmadi. Tartib buzilayotganligi pand berib qo'yapti ko'p vaziyatlarda ularga. Yana ofsayd yo'q, chunki o'z maydonidan yugurib chiqdi Giuliano Simeone. Simeone 3-3 vaziyat. Simeonedan pas, Julian Alvares va Kunde. Ana Olmo zarba yo'lladi va tezroq harakat qilsa hali ham bo'lsa imkoniyat bor deb o'ylayman Barselonada. Va yana ofsayd ushlash hozir xatoga yo'l qo'yishdi Griezmann. Ko'proq paslar bilan kombinatsiyalar orqali bo'layapti. Yana Simeonedan pas va Alvaresdan ham pas. Lookman zarba va gol 3-0. Eslasangiz kerak, aynan Camp Nou'da bo'lgan edi. Zaxiradan tushgan Sörloth 90+ daqiqalarda g'alaba golini urib bergan edi. Hozir Barselonaning hujumi. Eric Garcia zarba. Va muxlislardan yana bosim bo'la boshladi. Yamal ajoyib uzatma o'ylab topdi Ferran Torresning zarbasi va Juan Musso. Ya'ni hujumga ixtisoslashgan futbolchilar kam. Bu taraflama Atleticoda ham, ya'ni zaxira imkoniyati ham yaxshiroq. Baena, Sörlothlar bor. Yaxshi imkoniyat. Fermin zarba va bu safar Juan Musso. Simeone markazga noaniq bo'ldi pas va yana bitta qarshi hujum, ofsayd yo'q. Qarshi hujumga o'zi Barselona o'tayotgan bir pallada to'pni olib qo'ydi Atletico va mana bunday pas Lookman. Balde 3 daqiqa vaqt qo'shib berildi birinchi taymga. Balde zarba va Juan Musso. Yana qarshi hujum tezlikda o'tkazib qo'yapti Balde va Lookman. Pas Alvares zarba va gol 4-0. Nimalar bo'layapti bugun Metropolitanoda? Mana bu pas hozir xavfli bo'lishi mumkin. Ruggeri zarba va Garcia qutqarib qoldi. Pas asosiy vaqtning esa mana so'nggi daqiqasi boshlandi. Giuliano Simeone markazda Baena ochilyapti, biroq ko'rishmadi uni va Malinadan Baenaga pas va